Bu Cobalt'imizni ko'rmasanglar bo'lmaydi akalar. Nihoyatda qattiq urilgan katta mashina, mana shu mashinani orqasiga kirib ketgan akalar. E'tibor beringlar udariga. Pikapga o'xshatib qo'ygan mashinamizni ikkita orqa kurlosi, orqa bagaji, fartuk, bamper, stoplarigacha sindirib olgan. Bu Cobalt'ni avariyli holatda sotib olganmiz. Xullas akalar mashinamizni ko'rib turibsizlar. Oldi mordasida ham ishi bor. E'tibor bersanglar, kapotlari pachoq bo'lib yotibdi, faralari singan va mana bu joylarida ham miyatina joylari bor. 2025 hidi ketmagan bor-ku. 3901 kilometr. Nima deyapti akalar? Xullas akalar, mana shu palakat orqali egalari bizga sotib yubordilar shu mashinani. Bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan mashinalar sotib olamiz va bizga mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha sovg'amiz ham bor akalar. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan mashinalar olamiz. Pastda telefon nomerlar qoldiramiz. Bemalol bizga bog'lanib, avariyli mashinalarni zo'r narxlarda baraka ko'rishingiz mumkin.